Assalomu alaykum. Barchaga. Yine bir günden Xudo xolasa yine bir feyizli xonadonimizni eshiklarni bitkazib berdik. Qoraqalpog'iston Berunidamiz. Beri общий 5 eshik davolli variantda o'rnatib berdik. 92 metr razmerda eshiklarimiz. BSM standartli. Hozir bir yandan sifat hakkında ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Yine ko'rib turganlaringizdek 5 kilitli zamok qo'yib berganmiz. Sonra kilit. Yine konkretni подсветni o'zini qo'shadi. Oq zamok, kumush o'tgan palasi, eller kumush. Qulaplarni ko'rib turganlaringizdek hamisha gidin 4 ta, 4 qulap shu o'zini qo'shadi. Yine açılıp yo'lishlari, xudo xolasa qo'luvchi. İşlerimiz aytgan yerda turadi, uravenda, chisti. 5 eshikimiz ham aytganimizdek double variantda bo'ldi. Yine ko'rib turganlaringizdek. Bular endi 08'lik en kalın laminattan buldu. Xudo xolasa en kalın materialdan korona sveti oldu. İlk kumush svet etib ishlab berganmiz. Banda borcha tarafı. Onu görsangiz anladım. Xudo xolasa. Banda borcha variantda 5 eshikimizda ishlab berganmiz. Bandan 4 eshikimiz var. Görüp güzel baha berasida xudo xolasa. Bağlamamız kulpuna çıkarırız. Yani davollarını götürdükler. Ona kalırsa. Dumbaya acayip çıktı. Köngüldeydi. Kolucu. Bağlam kokuna tarafı. Bağlam göreceksiniz ne olur. Kumush işlep berganmiz. Kumush durup kraskalar, turistik kraska, eng yaxshi kraskalardan ishlab ko'rdim buni. Qo'luji. Ham boshlandan ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Xudo xolasa. Hech qanday defekt yo'q. Eshiklarimizda poxlar ham yopilib, zavsh qo'yilib turibdi. Rezinkalarni обязательно qo'yilgan eshiklarimizni mollarni cheshimiz skromnet shaklarimiz ishlarimiz aytgan yerda turadi. Qolgan yerlaringizni xohlasangiz polni ochib qo'ysangiz bo'ladi. O'tganda ketganda mushayib bermaydi. Bunda polnisini ochib qo'ysangiz ham bo'ladi agarda. Mana bu daborcha variantda. Chiroyli qilib xudo xolasa qo'llangancha ishlab berdik. Bundan 2 oy burun bantaryatni qarindoshlarini ishlab berdik. Shulardan ko'rib, ishlarimizni xohlab zakaz etdilar. Xudo xolasa bu xonadonni ham o'rnatib berdik. Ko'rib turganlaringizdek. Bandam 2 eshigimiz var. İşlerimiz kolucu yolladı. 5 kilitli zamok, sonra kilit konkretnedi işlep verdik. Bular şu aytib o'tganimizning eng kalın materialda 08'lik korona sveti motivi kırılmaydı variantda ishlab berdik. Endi bularning narxini keladigan bo'lsak, hurmatli yurtdoshlar, 1.700.000 dabori bilan 2.400.000 so'mdan ishlab berdik bularni. Agar kim shuning xonadonlaridan ish kerak bo'lsa, bemalol telefon nomerlarini qo'yamiz. Aloqa chiqarasizlar, qo'ldan kelgancha ishlab beraveramiz. Sveti, xohlagan svetingizda, xohlagan figuralaringizda ishlab beraveramiz. Xohlasangiz bunday figura, xohlasangiz oltin svet urib, xohlasangiz shokolad svet farqi yo'q. Unda pulunda rol oynamaydi. Şu oyma variantmi? Xudo xolasa naqshida, svetinde hech qanday pul rol oynamaydi. Double bo'lsa 2.400.000, divorce variantda bo'lsa 1.700.000 so'm. İşi yekki eshiklarimiz. Shuni ishlab beramiz. Xudo xolasa kelishib telefon qilsangizlar. İşlerimiz xonani yerlaringizda turadi. Ularni Dostlar, eshiklarni qoladingizmi, xudo xolasa? Eshiklar yaxshi, zakonli. Ichi ko'ngildagidek bo'ldimi? Yaxshi, ranglar. Yomon emas.
Zakonli. Tavsiye edersin Xudo xohlasa. Tavsiye etamiz. Bizlar ham shu boshqa bir uyga qo'yilganini ko'rib Bana taraf kandaşlarına Güzel, koyup şunlar veremiyoruz. 2 ay boyunca şuradan görün, halap, zakaz berdik. Bizlar zakaz verdiler de. Kanadan Xudo Allohga xohlasa. shukr. Amin. Ko'ngildagidek zo'r. Tavsiya etib qolamiz sizlarga. Telefon nomerlerini koyamiz. Bemalol kimni shunday xonadonlar, shunday ishlar kerak bo'lsa, har xil turda ishlab beraveramiz. Telefon qilaverasizlar, qo'ldan kelgancha sizlar uchun xizmatdamiz. Kanala like bosib, obuna bo'lib qo'ysangizdar, shunday ishlarni uzatilish jarayonlari, ustanovka, dastlabki jarayonlar hammasini ko'rib, o'zingiz baho berib, ko'nglingiz yoqadan bo'lsa, ma'qul keladigan bo'lsa, xudo xolasa zakaz beraverasizlar. Assalomu alaykum Ahmet. Şurada videomuzu yakunlayız.